Ha Qur'ondan ma'no olib ketaversiz, men ma'no olib aniq adashamiz, %100 adashamiz. %100 Qur'onni tafsiriga qaramagan, hadisni sharhiga qaramagan odam %100 adashadi. Payg'ambarning qonini ichib olgan bir sahoba. Vaholanki qon harom. Bunga nima deydi o'sha to'g'mi-yelar? Payg'ambar uxlagan, tahorat ketmagan. Bunga nima deydi o'sha to'g'mi-yelar? Tuya go'shti yegan tahorat qilsin degan hadis bor. Bunga nima deydi shular? Alloh Qur'onda meni oyatlarimni oz pulga sotmanglar degan. Bunga nima deydi shular? Nima degani bu oyatni sotma deyapti. Oz pulga sotma deyapti. Ko'p pulga sotsa bo'ladimi? Oyat sotishdan maqsad nima deyilgan bu joyda? Kim aytib beradi? Shuning uchun oddiy misol bilan men tushuntiraman-da. Aptekada hammasi dori. Dorixona deb bekorga yozmaydi. Kirganingizdan boshlab o'sha yerda kichikroq aptekalarda 1,5 xil dori bo'ladi. Kattaroq aptekalarda 3,000 xildan oshiq dori bo'ladi. Kiring, aptekerdan ham so'ramang, vrachdan ham so'ramang. O'zingiz tanlab dori ichaveringchi. O'lasiz, oshna. Ko'z ko'rmay qoladi. Zilyongan ko'zga qo'yingchi. Qur'onni shuni qo'lingizga ushlang. Qur'on emasmi? Hadis ekan. Qur'on deylik. Qur'onni qo'lingizga ushlang, oching mana. Hamma joyi hidoyat. Hali aptekada hammasi dori bo'lganda. Liboy varag'i mana ochdim mana. Varaq hadisda. 78-bet. Ko'zimni yumib, sizlarga qarab bitta qo'limni qo'yib, mana An Aisha radhiyallohu ta'ala anhoda hadis. O'sha kayf qiluvchilarga bir luqma bergan odamni Xudoy taolo qabrida ilon chayallar bilan azoblaydigan hadis ekan mana bu. 179-hadis ekan. To'g'ri gapmi? Hidoyat bu, to'ppa to'g'ri. Lekin bu hadisni o'ziga qarangda. 1 2 3 4 5 bet sharh yozilyapti. Bir qator hadisga. 5 bet tushuntirilyapti degani bu degani. 5 betga qaramayapti, bir qator shunaqa ham bo'ldi, все, tamom. Ketdi. Ha, ichi o'tayotgan odam ichi yurg'izadigan dorini olib ichsa nima bo'ladi? O'zi ichi o'tyapti. Ichi qatigan odam ichadigan dori. Qur'on, hadis, hidoyat. Lekin biz aptekadagi dorini qandoq, qayrimizga necha mahal foydalanishni vrachdan so'rab o'rganganimizdek, ular Medin instituti o'qidimi? Islom institutlarida Qur'onni o'nlab tafsirlarni o'qigan ahli ilmlardan so'rab, bu oyatda nima debdi? Nima tushunamiz? Mana hadisda nima debdi? Nimani tushunamiz deb so'rab, keyin undan hukm olsak, keyin biz adashmaymiz. Shunda keyin biz to'g'ri yo'lda bo'lamiz.